Siz kimgadir havas qilayotganingizda, aslida hasad qilayotganingizni bilarmidingiz? Albatta, biz kimnidir hayotiga havas bilan qaraymiz. Bu degani, ey Alloh, unga berding, menga bermading. Unda bor, menda yo'q degan yashirincha noroziligimiz ketib qolishidir. Har bir insonga o'zini rizqi alohida berilgan. Hasad va havas aslida bir xil narsa. Havas ozgina chiroylirog'i, yoqimlirog'i bo'lib ko'rinadi insonga. Biz o'sha insonni muvaffaqiyati bilan birgalikda qayg'u, g'amlarini ham o'zimizga ko'chirib olayotganimizni bilmay qolamiz.